necha pul oylik olgansiz? Birinchi yil va ikkinchi yil, uchinchi yil. 1000 euro brutto. Aka, вообще четко topgan ekansiz. Omborxona 3 yil o'qish mumkinmikan, aka? To'g'risini aytsam, men 3 yil o'qimaganman. B1 yetarli emas. 6 oylik qisqartirsa bo'ladi, Ausbildungda. Ana sizlarga yana bitta zo'r feedback. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, Germaniya hayoti mini podkastlarga xush kelibsiz. Ko'p vaqtinglarni olmaymiz. O'zingizlar so'ragan, maktabimga olib kelgan tema hammadan so'radim. Qaysi kasb qizu? Logistika deyishdi. Endi hozir tushuntirman, logistika juda ham modada O'zbekistonda. Shu Amerika bilan ishlab, tepadan daraxtlardan pullar tushib, dollarlar tushib, hozir menimcha hamma shu vasvasaga uchrab qolganimda o'ylab qoldim. Endi buni bilmadim. Germaniyada logistika qanaqa? Nima yo'nalishlari bor? O'zi bu nima bu? Men masalan logistikani mana shu storieslarga qo'yganimdan keyin bilib qoldim, u juda ham katta soha va ichida yo'nalishlari juda ko'p ekan. Bugungi mehmonimiz aynan mana shu soha bo'yicha Ausbildung qilayotgan va o'z tajribalari bilan ochiqchasiga o'rtoqlashadigan. Necha pul oylik kutyapti? Nima ishlar bor? Patolog qayerda? Germaniyaga kelib o'qish kerakmi o'zi logistika bo'yicha? Bu o'zi stoyitmi? Shular haqida gaplashamiz. Demak, boshlaymiz. Aka, xush kelibsiz. Mirzobek Umarov ismlari eslab qolaylik. Aka, qalaysiz? Tinchmisiz? O'zbekistonga ketyapsiz 2 kundan keyin. Xudo xohlasa. Urlaub. 1,5 oy. Nechinchi kurssiz va qaysi yo'nalishda o'qiyapsiz? Tugatdim-ku, yanvar oyida tugatganman Ausbildungda. Fachkraft für Lagerlogistik 3 yillik. 3 yillik. Demak, Fachkraft für Lagerlogistik bo'yicha o'qidingiz. Aka, endi buni tarjimasini ayting. O'zi bu kasb egasi nima qiladi? Va nimalarni o'qidingiz? Fachkraft für Lagerlogistik, ya'ni logistika va lager, ya'ni sklad mutaxassislari. Bu 3 yillik. Bu kasb nima deydi? Hozirgi zamon kasbi desa ham bo'ladi. Juda rivojlangan kasb. Ko'p tarmoqlarga ega kasb. Tushunish mumkinki, logistika bir soha, lekin logistikaning ichida bir necha sohalarga bo'lingan, bir necha Ausbildunglarga bo'lingan. Masalan, men qilganim Fachkraft für Lagerlogistik bu 3 yillik. Bundan tashqari yana bor Fachlageres bu 2 yillik. Bundan tashqari Berufskraftfahrer var. Bundan tashqari Fachkraft für Lebensmitteltechnik va shunaqa sohalar. Shuncha ko'pmi? Men tanlagan bu Fachkraft für Lagerlogistik bu allgemeini, ya'ni hammasini ichiga olgan, lager skladlarni, logistika prosesslarini hammasini ichiga olgan 3 yillik soha. Demak, siz universalmisiz? Shunda to'g'ri tushunganmisiz? Ha, universal, ha. Prava ham oldingizmi? Yo'q, prava berilmaydi. Prava bu Berufskraftfahrerlarga beriladi. Bu firma tomonidan. Bizdagi lager sklad ichida bo'lgani uchun, proseslar bo'lgani uchun bizga bu narsa berilmaydi. Demak, 3 yil o'qidingiz. Xo'p, o'zi bu sohaga qiziqish qachon keldi? 3 yil o'qigan bo'lsangiz, hozir ishlayapsiz, 3,5 yil bo'lib qopti bu sohaga kirib kelganingizga desak ham bo'ladi. Qachon qiziqib qoldingiz? O'zbekistonda yashaganingizda shu soha bilan shug'ullanganmisiz? Kechqurunlar dispetcherlarga javob berib, nimadirlar qilib, ana shu bilan taqib olishadi-yu. Men mani jiyanim ishlaydi, men chalayarim tushunaman shu sohani-da. Men to'liq tasavvurim yo'q o'zi. Men boshida shu 2022-yil fevral oyida kelganman. Fachmann für Systemgastronomie va McDonald's, ya'ni McDonald'sda Ausbildung bilan kelganman. Keyin 6 oy shu McDonald'sda Ausbildung qilganman. Keyin qiyinchiliklar bo'lgan, bu til rivojlanmagan bir qishloqda edi. Keyin qiynalganimdan keyin Ausbildungda almashtirmoqchi bo'ldim. Lekin bilmasdim qaysi sohaga o'zgartirishni. Umuman menda ma'lumot yo'q edi. Germaniya haqida ham unchalik ham ma'lumotim yo'q edi, to'g'risini aytaman. Keyin tavakkal qilib shu sohani tanlab shu sohaga kirib kelganman 2022-yil sentyabr oyida. Tasodif bo'lgan ekan-da sizniki unda. Aka, siz B1 bilan kelganmisiz? B1 nemis B1 bilan McDonald'sga kelganman. Lekin bu sohaga ham B1 qabul qilishgan. B1 yetarli bo'lgan. Ana akalar eshitdinglar, B1 bilan logistika kelsa bo'lar ekan. Mana shu joyga lika bosa olmasanglar qaranglar, ko'rib turibmiz. Qani, ujud sizlarga bitta zo'r o'tib ketdi. B1 yetarli emas. Minimum B2 bo'lsa yaxshi bo'ladi bu sohaga. Xo'p, masalan, menda o'zimdan tajriba gapiraman. Borganimda, masalan, shularga 3 oy avvalgi 3 yoki 4 oy umuman tushunmasdim. Yo tushunaman, nima deyotganini tushunaman, lekin mavzularni tushunmayman, sohani tushunmayman.
keyin asta sekinlik bilan uyga kelolmadida YouTube'larda tomosha qilib, Google'da tomosha qilib keyin o'rganib ketganman. Ausbildung o'qiyotgan joy sizga uy topishda yordam berdimi? Yo'q, bu juda qiyin masala edi. Shu payt menda umuman juda qiyin masala bo'lgan shu uy topish. Uy topolmaganman, qarib ko'chada qolib ketishimga qarib qolgan, lekin nima deydi, hospitalda turganman 1-2 oy, keyin topganman uy. Uy topish juda qiyin bu yerda. Ko'plar masalan Ausbildung topadi qayerdadir, lekin uy topolmaydi, отказ qilishadi. Chunki viza ololmaydi joy aniq bo'lmasa, chunki xatlar kelishi kerak. Germaniya qog'ozlarni yaxshi ko'radi. Men bugun hozir ayolim meni qog'ozlarni yig'ib chiqyapti. Ana shu to'y narsalarni u shunaqa ko'p qog'ozki, endi men aytdim, men yaqinlashib qo'ymayman bu narsaga. Xo'p, endi uyingizga yordam bermadi, uni tushundik. Nima sizga pluslar bergan? Masalan, Deutschland ticket olib berganmi? Nimadir yordamlari bormi o'sha o'qigan joyingizda? Masalan, praktika qilgan joyimda avvalgi 3 oyda masalan uyim yo'q edi. Har kuni ishga 1 soat kech borasdim. Undan keyin har kuni ishdan yarim soat avvalroq chiqasdim. Har kuni nima deydi, 1,5 soat menga vaqt ajratishardi. Bu mayda uyim, eski uyim yangi ishchi xonamdan uzoqroq bo'lgani uchun qarib 2 soatlik yo'l bo'lgani uchun har kuni ishga 1 soat kech borasdim. Keyin ishdan keyin Deutsch kursga borasdim. İcazat berganda ishxonam yarim soat barvaqtlar chiqasdim. 8 soatlik do'govlari bor bu kishini. Demak, 1,5 soatiga uni ustupka qilgan. Taxminan 6,5 soat davomida o'sha ishda va o'qishda bo'lgan o'sha vaqtning o'zida. Bu ham zo'r. Bu qaysi Bundeslandda aka? Sachsen-Anhalt. Endi Ausbildung davriga qaytamiz aka. Nech pul oylik olgansiz? Birinchi yil va ikkinchi yil, uchinchi yil. Bu pul juda muhim tema. 1000 euro brutto, ikkinchi 1050, uchinchi 1150. Netto bu kvartira pulini qo'shmasak 900-850 shuncha. Demak 900-850 birinchi yilingizga hisoblasak, kvartirangizga necha pul ketgan? Yarmi ketganmi? Yo'q, biz Sachsen-Anhaltda turamiz, bu o'zingiz bilasiz, biroz kambag'al viloyat bo'lgani uchun nima deydi, arzonroq kvartira 250-300 euro. Aka, вообще четко topgan ekansiz. 250-300 bo'lsa, вообще kabi. Sababi Germaniyada uy joy o'zi pul asosiy qismini yeb qo'yadi. Asosiy qism pulinglar uy ketadi. Endi bu yerda bizning uylarimiz yo'q, bizning ota-onamizdan qolgan uylar yo'q bu yerda. Shuning uchun migrantlarning asosiy daromadini kattaroq qismi uyga ketib qoladi. Shuning uchun mana aka hozir zo'r feedback berib ketdilar. Aytdilar, ular yashayotgan Bundesland boshqa Bundeslandlarga qaraganda birozgina daromad topish pastroq bo'lgani uchun kvartiralar ham arzon. Masalan, men yashaygan taraflarda birozgina qimmat. O'sha bir xona uylar 500 ga topsa, endi do'ppini osmonga otsa bo'ladi bizda taraflarni topsa, 500 yevroga bir oy uchun. Demak, 250 ga topgan bo'lsangiz, qolgani qo'lingizda qolgan. Sayohatingizga yetganmi, uyga jo'natishga yetganmi shu pullar? Yetadi, xudoga shukr. Yana nima deydi, minijob qilsa bo'ladi, minijobga ijozat berishganda, yana 500 euro nima deydi, toza netto minijobga. Ya qo'shib plus minus qilsang yetadi hammasiga, xudoga shukr. Shu punktda bir maslahatdan berib ketmoqchiman. Masalan, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen bu 3 ta Bundesland, masalan, nima deydi, boshqa Bundeslandlarga qaraganda deylik kambag'alroq, ya'ni hamma narsa arzonroq. Shuning uchun Ausbildung vaqtida shu 3 ta Bundeslandda yashasa u, keyin Ausbildung tugatgandan keyin boshqa Bundeslandga ketsa yaxshiroq. Masalan, Ausbildung paytida qiynalmaydi. Masalan, Sachsen-Anhaltda Ausbildung qilib, keyin Bavariyada ishga bo'lsa bo'ladi, masalan. Ana sizlarga yana bitta zo'r feedback. Javobini unjimjadam aytmaysizlar. Aka, nimalarni o'qidingiz? 3 yil. 3 yil omborxona 3 yil o'qish mumkinmi aka? To'g'risini aytsam, men 3 yil o'qimaganman. Nima deydi, bu beruvchilikda baholarim yaxshi bo'lgani uchun 8 oy qisqartirganman, ya'ni Ferkuson qilganman Ausbildungda. 2,5 yil desam bo'ladi, 2 yil 4 oyda tugatganman. Ana Bulan bu plus bu haqida ham yana gapirib o'tamiz. Ana agar shu joygacha ko'rib leka bosmagan bo'lsangiz, endi aka o'zingiz bilasiz, yo opa o'zingiz bilasiz. Aka shuni joyda aytib berib keting. Siz qanaqasiga 2,5 yil tugatib qo'ydingiz? Qanaqa bo'ladi buni prosessi? Ish beruvchiga borib aytish kerakmi yoki ish beruvchini o'zi ko'radi-da, masalan, baholari yaxshi ekan, mana bu o'qiyotgan atsubini deb vaqtini qisqartirib beradi. Bu jarayon qanaqa bo'ladi o'zi?
Agar siz masalan O'zbekistonda 1 yillik yoki 2 yillik universitetda o'qigan bo'lsangiz, so'ymisingiz bo'lsa, bu yerda avtomatik 1 yilga qisqartirsangiz bo'ladi Ausbildung vaqtini. 12 oyga qisqartirsangiz bo'ladi. Agar sizda nima deydi, shu so'ymislar bo'lsa, IHKga shu shahringizdagi IHKga jo'natasiz, keyin shu Ausbildung vaqtini qisqartirmoqchiman, ular tekshirishadi va ijozat berishadi. Muddatdan oldin ekzamenga kirishni yoki kirmaslikda ijozat bersa, 1 yillik yoki 6 oylik qisqartirsa bo'ladi Ausbildungdan. Ikkinchi variant esa 2,5 bo'lsa, umumiy baholar jamlanmasi. Bunda ham sizda 6 oyga qisqartirish haqqingiz bor. Buning uchun antrakt tayyorlaysiz. Antraktka bu shule taraf imzo chekadi, keyin bu ishxona imzo chekadi, buni keyin IHK tekshirib chiqadi. Keyin rozi bo'lsa, ijozat beradi 6 oyga qisqartirishda. Akalar, bahoylar umumiy hisobda 2,5 dedilar. Mabodo kimdir tushunmay qolgan bo'lsa, Germaniyada 6 balli sistema bor. Teskariga hisoblaysizlar. O'zbekistonda 5 bu yaxshi baho bo'lsa, Germaniyada bu yomon baho. 6 deb tepaga qarab yurasizlar. Bir bu eng yaxshi baho Germaniyada. 2,5 bu kelsa bizning to'rlarimizga tushadi. To'g'ri aytamanmi aka? Taxminan 2,5 olsanglar umumiy balli, demak, imtihondan o'qish muddatini qisqartirsanglar bo'ladi. Bu menimcha juda katta sizlarga ma'lumot bo'ldi. Omborxona logisti nimani o'qiydi? Oziq-ovqat yo'nalishi bo'lgani uchun bizda asosan oziq-ovqat yo'nalishida o'qiganmiz. Matematikani ko'proq o'qiymiz. Keyin SAPni o'qiymiz agar bilsangiz. IT yo'nalishi ham shu sohaga kiradi. Protsesslarda nima deydi, yukni qanday qabul qilish kerak, jo'natish o'z vaqtida. Tajribangizdan ayta olasizmi? Aynan O'zbekistondan kelib o'qiyotgan logistika bo'yicha talabalar ko'pmi? Atsubilar ko'payib qolganmi? Endi to'g'risini aytsam, shu podkast bahoni men qidirdim. Bir 3 tami, yo'q, bir 5 taga yaqin nomzod chiqdi. Bu Germaniya uchun ko'p emas-da. Aslida ko'p. Men o'qigan Berufshurda 3-4 ta bor edi. Mendan tashqari. O'zbeklar. Ha. O'zbekistonda 3-4 ta bor edi ular. Ular ham 2 yillik klassda, lekin ular ko'chib ketgandi Berlin tarafga. O'qish tugatdingiz, qo'lingizga oldingiz diplomni. O'sha joyda qoldingizmi? Ha, o'sha joyda qoldim. Qolish ham kerak bir muncha muddat, 6 oy. Bu kerak, keyingi ishxonaga bu yaxshi bo'ladi. Ular keyingi masalan Beverbun qilgan joyingiz ko'rishadi, ha seni qabul qildim yoki qabul qilmadim Ausbildung qilgan joying. Agar yaxshi bo'lsang, seni qabul qiladi o'sha Ausbildung qilgan joying. Shuning uchun qolsangiz yaxshi, bir 6 oy, 1 yil qolsangiz yaxshi keyingi ishxonalar uchun. Endi yana bitta, bu menimcha ham yaxshilik bo'ladi u firmaga. Sababi unga ishonch bildirdi, uni o'qitdi, katta qildi, qo'liga diplom berdi, kasb berdi-da. Endi keyingi Atsubi kelguncha o'sha joyi menimcha yopib turib, firmaning ishlariga endi u sistemani ichidan biladi-yu, o'sha yerda bola bo'lib kelgan, 3 yil yoki 2 yil o'qidi, hamma teshiklarni biladi, nima, qaysi rahbarga qanaqa gapirish kerak, subordinatsiya, abad kulturani biladi va hokazo. Zo'r. Bu ham zo'r feedback. Ya'ni agar imkoniyatingiz bo'lsa, hali taklifinglar, men katta shaharlardan taklif kelmagan bo'lsa, o'sha joyda qolishni maslahat beryaptilar. Bu juda ham yaxshi maslahat. Buni ham galchkaga olib qo'yinglar. Endi sizni sohangizni bitirgan atsubilar, mutaxassislar start oyligi, minimum oyligi necha puldan boshlanadi? O'rtacha baholaymiz. 16 ta Bundeslandda 16 xil bo'lishi mumkin. Buni biz yaxshi bilamiz, lekin o'rtacha brutto oylik necha pul? Bu sohalarga bog'liq nima deydi? Bu logistika masalan, allgemein masalan men tugatgan Fachkraft logistika bu o'zi 10 ta bo'limga bo'linadi. 10 ta bo'lim bo'yicha o'qitiladi. Keyin qaysi bo'limda ishlashingizga bog'liq. O'sha eng pastini aytaman, eng pasti shu 2500 bruttodan boshlanadi. Bu bazis oylik, to'g'rimi? Bu yerda hech qanaqa bonus yo'q, hech qanaqa 13-oyliklar yo'q. Unaqa narsalar yo'q-a? Premiya bo'ladi masalan yoki Nachschichtzuschlag bo'ladi agar kechalik ishlasa. Masalan Nachschichtzuschlag soat 8 dan tongi soat 6 gacha shu vaqt orasida ishlasangiz 25% shu oylikdan plus qo'shiladi. Ana. Kechqurungi ishlaringiz ham bormi demak? Kechqurun ham ishlaysizmi o'zi? Yo'q, men ishlayman. Lekin Ausbildung vaqtida ishlaganman. Hozir siz ishlash отказ qilgansiz. Men kechqurun ishlamayman degansiz. Kechqurun ishlashni ko'p minuslari ham bor-da, akalar. 25% ko'p pul berishni bekor emas-da, chunki sog'liq ancha ketib qoladi kechqurun. Chunki kechqurungi uyquni hech nima bosmaydi. Meni ayolim medik bo'lgani uchun juda ham yaxshi bilaman. Mirzobek aka, qisqa qilib aytganda 3 ta plyus, 3 ta minus tarafini aytib bering. Aynan shu sohani.
Plyuslarga keladigan bo'lsak, bu sohada nima deydi? Hamisha ish bor. Siz ishsiz qolib ketmaysiz. Bu sohada ish topishingiz juda oson. Ikkinchisi bu o'sishda davom etasiz agar siz xohlasangiz tepaga ko'tarilishingiz mumkin. Uchinchi turli sohalarga bo'linadi, turli bo'limlarga bo'lingani uchun bular nima deydi? Qiziqarli. Minuslarga keladigan bo'lsak, mumkin ba'zida jismoniy bo'lishi mumkin. Minusga qo'shsak bo'ladi. Katta mas'uliyatni talab qiladi. Diqqatli bo'lish juda ham talab qilinadi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, nima deydi? Har xil smenada ishlab bo'lgani uchun bu bugungi qiyinchilik bildirishi mumkin. Bunga ham tayyor bo'lish kerak, har xil smena ishlarda ishlash. Xo'p, endi sizni sohangizni bitirib chiqqan odamlarni kelajagini qanaqa ko'rasiz Germaniyada? O'zi 3 yil nemislar orasida o'qidingiz, ishladingiz, mana hozir ishlayapsiz. Kelajagi qanaqa ko'rinyapti? Endi to'g'ri, Germaniya Yevropaning lokomotivi. Bu davlat agar cho'kishni boshlasa, atrofga juda qattiq ta'sir qiladi. Lekin ichkarida o'tirgan odam sifatida nima deb ayta olasiz? O'zingiz bilasiz hozir Zalando, Amazon, DHL bu hammasi logistika, ya'ni post jo'natish, qabul qilish, buni hammasi hozir hech kim masalan hozir restoranlar yoki qandaydir hotelda kimdir borib magazindan sotib olmaydi-ku. Zakaz qilishadi. Shularni barini jo'natish kerak, qabul qilish kerak. Bu hammasi logistikaga kiradi. Masalan, Ausbildung tugatgandan so'ng Weiterbildung qilsangiz bo'ladi. 1 yillik Weiterbildung qilsangiz, Ausbildungdan so'ng siz Schichtleitung yoki Teamleitung bo'la olasiz yoki Boshqaruvchi demoqchilar. Teamleiter masalan guruhni boshqaruvchi, Schichtleiter bu nima deydi, smenani boshqaruvchi yoki Lagerleiter umumiy sikllarni boshqaruvchi bo'lish. Endi tepaga qarab ketyapti-da, tepaga qarab. Aka, buni eng tepasi qat, eng tepasi qatda, buni oxiri qatda, final qatda bu. Lagerleiter bo'lsa kerak, shu siklarni boshlig'i, rahbari eng kattasi. Siz hozir o'sha o'qigan va ishlayotgan joyingizda nechta odam ishlaydi umumiy hisobda? 150 dan ortiq ishchi. Demak bu Mittel Unternehmen ekanda, Mittelga tushadimi? 330 tagacha Mittel edi-da. Yillik foydasi 13 million euro. Umsatz. Umsatz 13 million. 13 million euro. Tovar оборот aylanmasi 13 million euro. Menimcha yomon emas. Balki shunaqa tajribangiz bo'lgandir. O'zbeklar haydalib ketishmadimi mabodo? Ko'tarolmay sohadan zerikib ketib, tashlab ketganlar ham bormikan? Bor, tashlab ketganlar bilaman. Boshqa sohalarga o'zgartirib ketgan qiynalib. Sababi nima bo'libdi? Sababi kelajagini ko'rmagan bu sohada. Men o'zini ko'rmaganda bu sohada, bu meni soham emas ekan deb ketganlar bor. Agar oilagini eshitdinglar, qiyin tarafi nima bu ishni o'zi aka? Nima bu yerda stress bor? Qanaqa katta stresslar bor bo'lishi mumkin? Masalan, haydovchilarda bilaman, ular A tochkadan B tochkagacha aytilgan vaqt mobaynida yetkazib borish kerak. Shifokorlarda bilamiz, operatsiya qilsa kasal o'lib qolmaslik kerak. Oshpazda yaxshi ovqat chiqishi kerak, mazali chiqishi kerak. Sizning kasbingizda nima stress bor? Stress asosan 3 smenada ishlash mumkin. Masalan, majburiy, masalan, ba'zi firmalar 3 smenaga nima deydi, qabul qilishadi. Frushik, shpetshik, naxshik 3 smenaga ishlashga tayyor bo'lishingiz kerak. Bu endi nima deydi, aytganimdek, shu soha tanlayotgan bo'limga bog'liq, qaysi bo'limda ishlashingizga bog'liq. O'sha bo'limdan mumkinki 3 smenada ish bo'lishi mumkin yoki 1 smenada ish bo'lishi mumkin. Shu stress desa bo'ladi, ya'ni 3 smenada ishlashga tayyor bo'lish. 3 smena, bir hafta frushik, ya'ni ertalabki smena, bir hafta shpetshik, obeddan keyingi smena, bir hafta naxshik, kechki smena. Hozir to'g'risini aytsam, hali oyligini aytganingizdan beri meni shok hali qo'yib yormayapti. 2,5 ming dedingiz, 3 yil o'qigandan keyin 2,5 ming oylik boshlanishi, bu boshlanish. Men qo'shilib, men uni spor qilmayman. Narx har xil bo'lishi mumkin, lekin siz agar O'zbekistonda yoki Toshkentda yashab turib, Amerika bilan firmalarda ishlab turib, O'zbekistonda o'zida 2000 dollar topayotgan bo'lsangiz, toza 2000 topayotgan bo'lsangiz, bu soha men bilmayman. Men qo'shilmagan bo'lardim Germaniyaga kelib o'qishini. 1000 deb, 2000 emas, 1000 deb. 1000 to'ppa-to'g'ri. 1000 men buni davom etib kelaman 1000 deb. Lekin logistikada birozgina pul balandroq yuradi. Chunki meni jiyanim ishlaydi. Masalan, u yerda ular kechqurun, kunduzi teskari bo'lib qolganda hayoti. U kunduzi faqat uxlaydi, kechqurun ishi. Semirib ketgan. Shu semirib. Sabab kechqurun ovqat yeydi, kechqurun hamma narsa kechqurun. Endi Amerikani vaqtiga tushar ekanda. Endi nima desam, bu 2500 bu
endi o'rtachasini aytdim. Yana bu bizni Bundesland, Sachsen-Anhaltda eng past nima deydi, kambag'al Bundeslandda Bavariya yoki Baden-Württemberg borsak, u 3000 dan balandroq oylik. Lekin 3000 dan baland deganimizda ham 3000 qo'liyligi toza kelib tushmaydi akalar. Bu brutto oylikni aytyaptilar. Undan hali soliqlar olib qolinadi, 48 ta soliq chiqib ketadi ichidan. Agar uylanmagan bo'lsangiz, bu eng qimmat налогni uylanmaganlar to'laydi. Menimcha o'zingiz bilasiz uni. Aka, bu sohani umuman kim tanlamasligi kerak? Masalan, ayta olasizmi? Qanaqadir xususiyati bor odamlar, masalan, aytaylik, shoshma-shosharlarmi yoki juda qiziqqon odam tanlamasligi kerakmi? Qanaqa odamlar buni umuman tanlamasin bu sohani? Bu sohani masalan harakatni yoqtirmaydigan odamlar tanlasa bo'ladi. Masalan, bu ishda masalan harakat ko'p talab qilinadi. Borish, qaytish, yurish, nima deydi, hadoqlash yoki yuklash, harakat talab qilish. Shuning uchun kimdir harakatni yoqtirmaydigan bo'lsa, bu sohaga kirmagani yaxshi. Endi aytmoqchisizki, bu ofisning ishi emas. Ofisda ham ishi nima deydi? Bu endi bilan bir qismida endi. Bu ofisda ham ishlasa bo'ladi, lekin ofisda ishlash uchun birinchi yana o'qish kerak-da, yana ekstra o'qish kerak. Siz ocha olasizmi kelajakda transportni firma bu diplom bilan? Yo'q, bu bizni sohamizga kirmaydi. Bu Berufskraftfahrer yoki Spedition bu bizga kirmaydi. Bizniki sklad bilan bog'liq. Demak, menimcha kerakli informatsiyalarni oldinglar akalar. Juda katta narsalarni aytib berdilar. Ausbilding qanaqa qisqartirish mumkin? Oyliklar qanaqa? Qaysi viloyatlarni tanlagan yaxshi? Nimalar kutadi? Kimlarga tavsiya bermaydilar? Germaniya boyib ketadigan joy emas. Unaqa tasavvur qilmanglar. Stabil hayot uchun zo'r. Aka, sizning diplomingiz butun dunyoda tan olinadi hozir. Germaniyada tan olinadi. Agar Weiterbildung qilsa, Weiterbildungni tamom qilsa, u ganz Europaga tan olinadi. Ana. Yana bitta informatsiya, yana bitta tekin informatsiya sizlarga o'tib ketdi. Eshitdinglarmi? Plus Ausbilderschein beriladi, ya'ni nima deydi? O'sha soha bo'yicha ustozlik va plus bakalavr bilan tenglashtiriladi. Bunaqa qimmat ma'lumotlarni faqat mana shu podkastdan olasizlar, aka. Germaniya hayot podkasti mana aka. Aka, topgan vaqtingiz uchun rahmat. Juda qimmatli informatsiyalar berdingiz. Hozir kamida meni esimda qolgan o'sha vaqtni tejasi, Ausbildingni qanaqa qisqartirsa bo'ladi dedingiz. Yana bitta maslahat berib keta olasizmi til bo'yicha? Oxirida aytib keting. B2 mi baribir yoki B1 bilan kelish kerak? B2 bu B1 bilan kelgan bilan tushunmaysiz. Masalan, menda B1 bilan kelganman, kirganman, tushunmaganman nima deyapti, nima qo'yyapti. Yana biz bu adabiy tilda o'rganamiz, bu nemisini bular umuman boshqa tillar bilan gapiradi. Men nima o'rgandim bir yilda, nima o'rgandim, nima o'qidim 2 yil. Nima qildim men shuncha B1 gacha o'qib kelib 3 ta urovendida. Bu yerda vaqt bo'lmaydi, bu yerda vaqt bo'lmasligi mumkin til o'rganish uchun. Shuning uchun yaxshisi B2 bilan u yerda o'rganib kelgan yaxshiroq. Rahmat. Chiroyli va kerakli suhbat bo'lgani uchun kommentariyalarda albatta aktiv bo'ling. Kimni chaqiraylik keyingi podkastga? Kim sizlarga qaysi Ausbildingni, Fachkraftmi, Au-pairmi, FSJmi, nimani ochib beraylik akalar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Biz o'sha o'qib olib, yurib olib sizlarni chaqirib, xursand qilib yuraveramiz mana shunaqa. Aka, vaqt topganingiz uchun rahmat. O'zbekistonga yaxshi borib keling, yaxshilik ko'rishaylik.